Demak, hammalarga yo'rtoqlar, sizlar bilan yana Imba Pabok YouTube kanali. Sizlarni bugungi yangi video roligimda ko'rib turganimdan bahoyatda xursandman. Bugungi video roligimda sizlarga top 3 xil tekin UC olish turlarini ko'rsatib o'taman. Videoni boshlashdan oldin обязательно kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Aniq bilaman, bu video sizlarga sal bo'lsa ham foydali bo'lishi mumkin. Aytgancha bolalar, bu videoni kommentariyasiga bitta 60-100 qo'yilgan. UC ni yutib olish shartlari juda ham oson. Shu videoga like bosasiz, kanalimga obuna bo'lasiz va kommentariyaga kirib xohlagan so'zinglarni yozib, oldagi PUBG account ID'larni yozib ketasizlar. G'oliblarni kelgusi video rolikda randomli tarzda aniqlaymiz. Unda men gap cho'zib o'tirmasam, videoga o'taman. Birinchi usul juda ham oson usul. Ko'pchilik content makerlarda ko'rgan bo'lsanglar kerak, xuddi menga o'xshab, videosini kommentariyasiga UC qo'yadi va u UC ni yutib olish uchun bir xil shartlarni qo'yishadi. Kanalga obuna bo'lasiz, videoga like bosasiz va kommentariyaga o'z ID'larni yozib qoldirasizlar. Bunaqa content makerlarni qidirsanglar juda ham ko'plab topasizlar. Shu usul bilan oddiygina komment yozish orqali 60 UC dan 600 UC gacha yutib olishingiz mumkin. Ikkinchi usulni ko'pchilik bilsa kerak, UC'li lobbilarga qatnashish. Bu yo'l orqali sizlar kuniga 60 UC dan bitta RP gacha yutib olishingiz mumkin. Lekin sizlarga normalniy telefon va ozgincha omad kerak. UC'li lobbili kanallarni qatdan topamiz desanglar, hozirgi paytda juda ham ko'payib ketgan. Bironta streamerga kirsanglar ham UC'li lobbilar o'tkazayapti. Telegramdan qidirsanglar ham faqatgina UC'li lobbi qilib beradigan kanallar chiqadi. Bular orasidan Tupali Kappiya misol qilib olsanglar bo'ladi. Va so'nggi usul, uchinchi usul. Bu usulda Telegram botdan UC olib ko'ramiz. Shu bahonasida o'tgan videoni UC g'olibini ham aniqlaymiz. Hammasi randomli tarzda bo'ladi, hech qanaqa aldovlarsiz. Hozir o'tgan videoga like bosib, obuna bo'lib, kommentariyaga o'zini PUBG account ID'sini qoldirgan obunachimni tanlab UC beramiz va qani qaysi obunachimizga tushar ekan. Hozir bitta obunachim randomli tarzda tushadi. ID'sini yozmaganlarni o'tkazib yuboramiz. Omad debdilar, rahmat. Va mana bitta obunachim ID'larni yozib qoldiribdilar. Hozir bularga UC'larni tashib beramiz va biri to'lasi sizlarga ham hozir tekin UC olishni o'rgatib o'taman. Birinchi bo'lib Telegramga kiramiz va qidiruv bo'limiga kuchukcha bilan Imba pastki chizgicha PUBG TG deb yozib olamiz. Va bu yerdan birinchi chiqqan kanalga kiramiz. Bu yerda tekin UC beradigan bot deb tashab qo'yganman. Shu botga kiramiz. Kirgandan keyin profil bo'limiga o'tsak, odam qo'shish bo'limi turibdi. Shu bo'limga o'tamiz. Bu yerda har bitta qo'shgan o'rtog'imiz uchun 1000 tadan tanga olamiz va yana bitta mana bu yerdagi topshiriqlar bo'limiga ham o'tamiz. Bu yerda kuniga har kirganimizga turli miqdordagi tangalar va soatiga 300 tangadan olishimiz mumkin. Tangalarni mana bu qutishalarning ustiga bosib olishimiz mumkin. Endi sizlarga UC ni qanaqa olishni o'rgataman. UC sotib olish ustiga bosamiz va shu joyda aytib o'tdik, sizlarga faqatgina 60 UC ni olishni tavsiya beraman. Chunki e'tibor bergan bo'lsanglar, boshqa UC'lar bug bo'lib qolgan. Bizga 60 UC kerak, shuning uchun 60 UC ni ustiga bosib, obunachim akkauntini ID'sini kiritamiz. Va endi sotib olish ustiga bosamiz. Va endi biroz kutamiz. Va mana va'da berilgandek obunachim akkauntiga UC ham tushdi. Ba'zi bir negativlar uchun hozir o'zim akkauntimga ham UC solib ko'rsatib beraman. Hozirgi akkauntimdagi UC ni miqdori, hozir sizlar bilan shuni o'zgartiramiz. Telegram botimizga kirib 60 UC ni ustiga bosib, o'zim akkauntim ID'sini kiritaman. Va so'ngra sotib olish ustiga bosaman. Va bo'ldi, endi PUBG'ga kiramiz. Mana ko'rib turganinglardek darrov akkauntimga UC tushdi. Hech qanaqa aldovlar yo'q va bu usuldan bemalol foydalansanglar bo'ladi. Do'stlar, videoni shu joyigacha ko'rganinglar uchun addushi rahmat. Videoni boshida aytib o'tganimdek, sizlar ham tekin UC yutib olishingiz mumkin. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib, kommentariyaga o'zingizlarning PUBG account ID'larni yozib qoldiringlar. Kelgusi video roligimda tekinga siz ham UC yutib olishingiz mumkin. Aytgancha Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Kelgusi video roligimda Telegram kanalimdan obunachilarimni aniqlab, ularni YouTube kanalimga olib chiqaman va sovg'a tariqasida UC ham beraman. Keyingi video roliklarim chiqqunicha zerikib qolmaslik uchun ekraninglardagi mana bu ikkita videoni ko'rishni sizlarga tavsiya beraman. Aniq afsuslanib qolmaysizlar. Hozircha sizlar bilan Imba Pabok bo'ldi. Kelgusi video roliklargacha ko'rishguncha hammaga xayr.